Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan o'sha Kratos bugungi video darslik bo'ladi. Bilasizlar, Poja Launcher hozir Play Marketga, App Store'da mavjud emas. Adashmasam, hozir ko'ramiz. Play Marketda bormi yo'qmi? Menimcha yo'q. Yo'q ekan. Bugun shuni sizlar bilan Poja Launcher yuklashni o'rganamiz. Hech qanaqa nima deydi viruslarsiz yuklashni o'rganamiz. Uning uchun bizga Google dasturi kerak bo'ladi. Google'ga kirib olamiz. Qaranglar, xuddi menikida yozsalaring ham bo'ladi. Skachat Poja birdan o'yinga kirishda ham o'rgataman. Poja Launcher PCA APK deb yozamiz. Juda ko'p saytlar chiqib keladi. Eng ishonarli sayt mana shu sayt bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Mana sayt, eng ishonarli sayt. App mana ko'rasizlarmi? APK Pure. Shunga kiramiz. Hozirda menda Wi-Fi yaxshi. Pastroqqa tutsak, mana bu Skachat APK degan yozuv chiqib turibdi. Bitta bosamiz. Bosgandan keyin kutamiz. Kutamiz. Xo'sh. Menimcha mana ko'rasizlar. Skachat shu adashdim. Menimcha bular Android 5 buyuk. Hozir pastroqqa tushamiz. Bitta bosamiz o'sha Skachat APKni. Kutamiz. Mana Skachat APK ko'rasizlar, tepada Podrodvi degan narsa bor. O'sha bitta bosamiz, yo'qolib ketmasligi uchun. Men yuklanyapti. 127 minut. Mana ko'ryapsizlar, 9 minut kutish kerak ekan. Men buni sizlar tez o'tib ketar, videoni pauzaga qo'yib qo'yaman. Xo'p, men sizlarga shu o'zimni shaxsiy kanalimni tavsiya etaman. Bu kanalda kerak kompyuterga qiziqadiganlar uchun kompyuterda dasturlar haqida ma'lumot beriladi. Agar kerak bo'lib qolsa, mana menda bechkam ko'ryapsizlar, Great Bu. O'shanga kirib bemalol yozishlaring mumkin. Hop, qaranglar. Bu yerda ko'p masalan WinRAR ilovasi ko'ryapsizlar. Shunaqa ilovalar chiqadi. WinRAR ilovasi bu zip faylni ochib beradigan dastur. Windows 7, 10, Windows 7, 8, 8.1, 10, 11larga bemalol aytsalaring tashib beraman 32, 64 bitlarga. Kanalimga obuna bo'linglar. Men 100 ta bo'lsam yangi konkursga start beraman. Mana silkasi mana yozsalaringiz. Agar mabodo yuklolmay qolsalaring, Poja Launcherni qolsalaringiz, o'zimni mana shu Telegram kanalimda tashlab qo'yaman. Unda hammaga xayr. Hozir Poja Launcher yuklanishi kerak. Xayr. Aytgan Poja Launcherning soni hozir yuklanib oldi. 2025-yilniki ekan. Ustiga bitta bosamiz. Qayerga kirdi ekan? Menimcha Poja Launcher Установка. Buni o'zini o'qiydigan sayt yo'qmi? Установка sertifikat. To'xtaylar. Bir daqiqa videoni stop qilib. Bolalar to'g'riladim, ustiga bitta bosamiz. Endi mana ko'ryapsizlar. Menda ustanovka qiladigan narsa yo'q ekan. Sizlarga
uстановka qiladigan приложение. Sizlarga bitta ustida bosgandan keyin o'zi uстановка qiladi. Bunaqa bo'ladi, qaranglar. Men o'zim sayt mana APK Starliner degan narsa yukladim. Приложение. Продолжить в фоновом режиме. Так, установить basamiz. Kutamiz, yuklanyapti. Принять bo'ldi. Chiqsa, yangi yuklandi. Mana nihoyat. Ko'ryapsizlar, mana yuklandi. Yuklandi mana nihoyat. Meni avvaldan yuklangan emas. Hozir yuklab oldim. Qaranglar, videoni pauza qilib ichiga kiramiz. Video pauza qilmasdan ham kiramiz. Ustida bosib kiramiz. Yuklagandan keyin ketamiz. Tak. Adashmasam, qalamcha ustiga bosasizlar. Распаковка ichini kirib. Ustida bosasizlar, email degan joyga. Email degan joyga bironta ism yozasizlar. Masalan, men o'zimning nomimni yozib qo'yaman. Versiya degan yuklatib bosasizlar. Остальные spamshot release. Mencha release deb bosamiz. Pastga tushamiz. O'zim xohlagan versiya. Masalan, 1.8 bu yoqda kerak. Mod bo'lsa kerakda сохранить. Igrat. Local accountda bosamiz. Local account qaranglar. Boshdan ko'ramiz. Igratda bosamiz, yashillikda bosamiz, keyin local account. Local accountga boyagi so'zni kiritamiz. Create. O'zlaring qo'ygan nomni kiritasizlar. Sakkiztadan bo'lish kerak ekan. Xohlagan nomni yozasizlar. Creatus Gamer. Bo'ladi. Creatus Gamer. 8tadan oshiq harf yozasizlar. Va igratda bosamiz. Keyin ichiga kirmadi-ku degan savolga mana bosasizlar. Mana shuni bosasizlar. Burchakka o'xshatda bosgandan keyin mana da yuklanyapti. Xo'p, 129 megabayt ekan. 129 megabayt. Kutamiz. Glitch pauza sizlarga tez o'tib ketadi bunaqa narsa. Yuklanayotgan jarayonni ko'rsataman. Igratda bosamiz. Sizlarga shunday bo'ladi. Mana bosasizlar. Qalamcha yonidagi bitta bossalar. Mana bitta bosamiz. Creatus 189 Creatus o'rniga ismlarni chiqdilar. Короче, igratda bosamiz. Mana yuklanadi. Yana bir marta yuklanadi. Tekstga kiradi. Ko'ryapsizlar. Okey. Megabayt o'zida. Tak 1 gigabayt RAM oldik deyapti. Xo'p. Pauza qilsam bo'ladi. Xo'p. Okeylar. Kirib oldik. Kimni настройки qilamiz okeylar. Optionis mana. Optionlar. Optionis ko'ryapsizlar. Kirib oldik. Options bitta bosamiz. Video settings ko'rsatishim shart emas. Birinchi navbatda volume va video settingsga kirib check the out qilamiz. Telefonni kuchiga qaraysiz. Video settings buni 100 pluslar FPS to'xtalar men ruschaga yaxshi tushunaman. Ruscha hozir boshqa tilga o'tib ketdi. Uzr bor. Uzrning hozir 1 million to'g'rilaymiz. To'g'rilashlar russkiy yoziq
Kafka Briza bitta chang bilan anavini ko'tarib qo'yasizlar, maksimal FPS ko'tarib qo'yasizlar, gotov bosasizlar. Keyin ekran menga nimagadir kichkina qoldi, nimaga ekan men tushunamasa kerak. Uzr atalar mana to'g'ri birikta ma'lumot so'zlat mir nimadirlar tilga almashtirib tashlasham. Indamasdan tegmanglar. Nima deydi? Tegmanglar maslahatim til language'da inglizchada turaversa. Men prosta ruskada turgan yaxshi. Tushunaman ruskada dedim. O'qitaman hozir miroshni ko'ramiz. Qotib bermasa bo'lmaydi. Kommentariyaga izohingizni yozib qo'ying. Keyingi video qanaqa mavzuda bo'lsin, ya'ni qanaqa videorolik olaylik, qaysi mavzuda. Hop, mana mencha загрузить. Telefon kuchi pasuncha qotadi. To P9 bagian mana mazzaq o'ynasalaringiz bo'ladi. Bemalol sizlarga qotmaydi. Mazza temir video olsalaringiz ham bo'ladi. Ko'rasan? Hop, video yoqqanmi? Hayır, video darsligimiz yo'qdi deb umid qilaman. Izohingizni kommentariyada yozing.